Hozir Xudoga shukr, mana texnikadan texnika, uy, joy, mashina, sharoit, qo'shsha traktorlar, kombaynlargacha o'zimniki masalan. To'g'rimi? Bundan avval ham yaxshi yashaganmiz, hozir ham yaxshi yashayapmiz, bundan keyin ham yaxshi yashaymiz. Bitta savol bor rais bu. Xo'p, Biz qachon yaxshi yashaymiz? kunlik daromadingiz qancha? 5600 so'm. 5600 so'm pul topgan odam bu kambag'al emas. Bu meni gapim emas, bu olimlarning gapi. Bu yilgi hosildorlikni yaxshi bo'lganini hisobga olib, ish haqini 5600 emas, 6000 so'm qilamiz. Oshiramiz. 400 so'mini orzu havasga yig'asizlar. Uy, joy, mashina, texnika deganday. Salomat bo'lasizlar. Bir yotadi, bir turadi, bir issiq, bir sovuq. Ruscha so'z 3 ta harf, ikkinchi harfi u. Bilmayman. Ruschadan kirib kelgan so'z 3 ta harf, ikkinchi harfi u. Ruschadan kim? Bilmadim. 3 ta harf, o'rtadagi harfi u. Bilmadim. Menga boshqa narsa kelibdi.